Keling, anaqa siz telefoningiz interneti bor, keyin telefoningiz qotmaydi, berib turing, dars qoling. Ha, o'qib olim bo'lasiz-ku, akangiz davrida. O'rta, shoshilib qoldim men. Omonating nimaga birdan so'rab qolding? Ana 2000 nima qilay? U turib turursan o'rta. Menga qarang, adasi. Ukangiz qachongacha xizmatkormanman? Hali telefonimni so'rab qo'ymaydi, hali ko'ynagimni dazmol qilib bering, keyin yuvib bering, keyin xizmatkormanmi men sizlarga? Menga qara, kelishim bilan ne bunaqa men gapiryapsan? Bir hol ahvol so'rab salom bersang bo'lmaydimi? Yo tiling uzilib qolganmi? Ukam haqida bunaqa gapirmang. Urib boshingni yorib qo'yaman keyin safar. Bugun ko'rib bera qolgan, boradigan joyim bor edi. Mana ham o'rta boradigan joyim bor. Kimlar kelib qo'ygan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, o'qishga o'zing kuching bilan kirsang, yangi telefon beraman degandingiz. Men bunda qiynalib ketolmay, yangi telefon bering. Azga sabr qilib tur, ukam o'ynab yurganim yo'q. Qilib beraman xudo xolisa. Keldingmi? Men senga necha marta talab etganman. Keyin telefoniga tegma deb. Darslarim ko'payib ketdi. Men iPhone 15 Pro Max ukam. Tutib yurgan. Aka, rahmat! Oilalar buni orzu qiladi-yu. Menga qarab ukam, onamdan qolgan bitta yodgorlik sensan. Kimga olasiz o'zi mashinani? Ukam yo'qman o'rta. Ukang kaltaytirmadingmi? Menga qara, qanday uka yo'qda, uka qadrini bilmaysan to'g'risi. Mayli, baraka kimga olsang ham. Menga qaranglar o'rtoqlar, o'zidan ham ko'proq ukasini yaxshi ko'radigan akalarimiz bor, jonini ham beradigan. Bitta like bosib, story qo'yib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Seni yaxshi ko'raman ukajonim. Rahmat.